Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, YouTube ishqibozlarimizni kuzatib borayotgan barcha muxlislarimizga, akalarimizga Xudo xolasa 6-mayda boshlagan proyektimizni tugatdik Jizzax viloyatiga. Ko'rib turishlar mumkin, Xudo xolasa bugun mana 8-may sanasida Xudo xolasa obyektimizni topshirdik. Obyektimizga ketgan narsalarimiz, mishalkamiz, komplektimiz asosan 3 tonnali bochkamiz, kategoriyaga moslab berganmiz. Buni ham Xudo xolasa shablonli bochkalarimiz va boshda ko'rsatib o'tgan relslarimizni bitgan qismlari, Xudo xolasa bu yerda betonlari sal notekis quyilgan hisobiga sal ko'tarilgan. Qoliplarimiz 15 ta dona qolipimiz kelgan bu yerga. 15 ta dona yamalmaydigan qoliplardan Xudo xolasa ko'rishingiz mumkin. Zamonlar ham Xudo xolasa chiroylilardan bo'ladi. Relslarimizni ham qo'limizdan kelgancha yo'lga o'rnatib chiroyli ustonovka qildik. Ispitaniya qoliplari quydik. Birinchi qolipimizda Xudo xolasa sal retseptlarimiz bu yerdan orqasiga to'g'ri kelmaganligi uchun sal nomiga ishimay qolgan. Ishdi, qaytib ketib qoldi hisobida. Bu yoqdan mana qolgan ishib chiqqan, ishimizni bitirgan qoliplarimiz, kesilgan holatlari mana tekis holatlar Xudo xolasa. 2 ta dona qolip, 3 ta dona qolipimizni quydik, bir donasi retseptimizni to'g'ri kelmagan hisobiga jichcha o'xshamadi. Bu yoqda Xudo xolasa retseptlarimizni o'zgartirib, hamma joyda aytamiz, ko'p joyda viloyatda o'zining retsepti bor. 4 valli avtomat reskalarimizni o'rnatdik bu yerga. Reskalarimizni Xudo xolasa kesib, chiroyli qilib mana bu ruchnoy komplekt reskalarimizni ham svet yo'lida ishlatadigan qilib tayyor qilib qo'ydik xolos. Bu yoqda mana teleskalarimiz ko'rishingiz mumkin. O'z o'rniga bo'ladi. Joyimiz 20 metr offshi beton quyilgan joyimiz, tekis uchetadan uchetiga 20 metr hisobida. Komplektimiz 15 ta dona qolib, avtomatli reskamiz polniy, o'zi bitta knopkada boshqarib, bemalol bitta knopkani bossa, o'zi kesib o'zi chiqadigandan, xohlasa ruchnoy variantga o'tkazib ham ishlatsa bo'ladiganda. Bu yerga 7,5 ming dollarga olib kelib ustonovka qildik. 15 ta dona qolipimiz bilan 7,5 ming dollarga xohlasa. Motorlarimiz ham yangi holatda bo'ladi, reduktorlarimiz ham ekologiy ishga tayyor holatda. Xudo xolasa kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol ekrandan nomerlarimizga murojaat qilaversa. Xudo xolasa keyingi manzilimiz yoki Andijon yoki Toshkentga bo'ladi. Betadan like bosib obuna bo'lib qo'ysangiz, bundan yangi videolarimizni Xudo xolasa kuzatib borishingiz mumkin.